La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Mana bu ulkan qoida ustiga islom qonunchiligi qurilgan. Alloh hech bir nafsni toqatidan tashqarisiga buyurmaydi. Aynı şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözleri yassiru ve la tuassiru, bashiru ve la tunaffiru. Qulaylaştiring, osonlashtiring, qiyinlashtirmang. Xush xabar bering, insonlarni chaqiring, uzoqlashtirmang, qochirmang. Dinimiz insonlarga shunchalar bir mehribon yondashdiki, Alloh taolo sizni toqatingiz, imkoniyatingizdan kelib chiqqan holda shariat ahkomlarini, sizni ustingizda vazifa bo'lgan ibodatlarni hattoki sharoitingizga ko'ra qulaylashtirdi, yengillashtirdi. Kasal odam uchun alohida muomala, musofir odam uchun yana boshqa bir xos muomala qilindi. Kasal odam namozlarini o'tirgan holda o'qisin, yotgan holda o'qisin, har turli imkoni bor holida o'qisin. Musofir odam 4 rakat emas, balki 2 rakatgina qasr qilib, qisqa qilib o'qisin. Hattoki musofir odam Ramazon ro'zalarini ham o'z vaqtida tutmasa da bo'ladi. Balki bir vaqti safari nihoyasiga yetgandan keyin bu tutilmagan ro'zalarni o'rniga kunma-kun tutib berishlik imkoniyati berildi. Bu ikki misol, namoz va Ramazon ro'zalarini misoli islom ahkomlarini boshqa barcha jabhalarida ko'rishingiz mumkinki, Alloh bandalarini imkoniyatidan, toqatidan tashqarisiga buyurmadi. Ularga mehribonchilik bilan, yumshoqlik bilan yondashdiki, bandalar Allohning dinida qiyinchilik ko'rmasinlar. Allohning dinini naqadar qulay, oson bir din ekanligini ko'rsinlar degan maqsadda